Uchida ko'rishganlar, ertaga qo'llaring oyog'imga ham yetmaydi. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bir gün beni sorarlarsa sus. Patsan, o'zingdan Yassavomi mafiya. Unutma, bizni ham ko'cha qilgan tarbiya. Men oddiy eshakman. Biz o'zgalarning yukini ortib yuramiz, ammo e'tibor bilan qarasak, orangizda menga o'xshagan eshaklar ko'plab topiladi. Nima gaplarim yolg'onmi? Faqat tashqi ko'rinishgina eshakligingizni bildirmaydi. Dunyo qarashingizdan ham buni bilib olish mumkin. Faqatgina o'zini o'ylaydiganlar aslida haqiqiy eshak. Oramizda ko'pchilik faqatgina o'z manfaatini o'ylaydi. Barchamiz o'zgalarning tashvishi bilan qiziqmaydigan xudbinlardek yashashga o'rganib qoldik. Kechirim so'rab o'zgarish vaqti keldi. Vujudimizdagi xudbinlik hech kimga naf keltirmaydi. Hatto o'zimizga ham. Mamlakatimiz gullab yashnashi uchun barchamiz birdek mas'ul bo'lishimiz kerak. Bu qo'limizdan keladimi? Albatta, buning uchun shahzoda yoki qirol bo'lish shart emas. Qalbni sindirmoq Ka'bani buzgandan ham yomon deydi. Bilasanmi? Ka'ba Ibrohim alayhisalom qurgan bir bino bo'lsa, qalb Allohning nazargohidir. Shu sababdan ko'ngil sindirmoq ming Ka'ba buzgandan yomonroqdir.